Qizlar bizga nalichiga mana shunaqa namlantiruvchi kremlarimizdan keldi. Sezgir teri, juda ham qurib ketadigan terilar uchun. To'g'ri bitta gap aytib o'tmoqchiman. Menga juda ham ko'p SMS keladi. Nimaga har doim quruq terilarga ko'p obzor qilasiz, ko'p krem chiqarasiz deb. Qizlar, sababi 2,5 yil kosmetika bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, kosmetikam davomida menga juda ham ko'p kelgan muammo quruq teri. Dog' bor, quruq teri plus ugri chiqyapti, quruq teri. Quruq terilar O'zbekiston sharoitida juda ham ko'p. Sababi dengiz yo'q, Koreyada dengiz bor, nam, lekin O'zbekistonda dengiz yo'q, quruq havosi. O'shaning uchun hammaning yuzi juda ham quruq. O'shaning uchun ko'p quruq kremlarga obzor qilaman. Ko'p anaqa keladi, yuzim qurishib ketadi, juda ham qurib ketadi, nima qilsam bo'ladi yoki makiyaj oldidan yaxshi ushlab berish uchun, namlantirib berish uchun nima qilsam bo'ladi degan savollar ko'p keladi. Shuning uchun ko'proq quruq terilarga olib chiqaman. Mana shunaqa kremlar ko'proq obzor qilaman. Hozir bu ham Tenzero brendidan quruq terilar, ta'sirchan terilar, qurishib, qaqshib ketayotgan terilar uchun mana shunaqa kremlarimizdan nalichiga keldi. O'zbekistonda bor, bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Koreya bo'ylab ham yetkazib beramiz. O'zbekistonda ham nalichida bor. Buni narxlari ham juda ham arzonroq kelgan, qimmat ham emas qizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, bemalol yozishinglar mumkin. Nomer qoldiraman. Kimga kerak bo'lsa nomer qoldiraman. Plus qoldirib o'tsanglar. Sezgir teri, quruq teri, kunlik uxudga, kechqurun, kunduzi uxudinglarga, boshqa uxudinglarga qo'shib qo'ysanglar ham bo'ladi, makiyaj oldidan surib ishlatsanglar ham bo'ladi. Makiyajinglarni yaxshi yotib, yuzinglarni quritib olmasligini oldini olib beradi. Shunaqa kremlarimizdan Tenzero brendiniki. Bemalol yozinglar. Ta'sirchan, quruq, aralash teri bemalol ishlasanglar bo'ladi. Zo'r namlab beradi qizlar. Makiyajdan oldin ham ishlatsanglar bo'ladi.